Ushbu kokteyl xotirani mustahkamlashga, tanadagi har bir hujayrani kislorod bilan ta'minlashga, qon aylanishini yaxshilashga hamda quvvatni oshirishga yordam beradi. Bu organizmdagi asosiy tozalov a'zolari, jigar va buyrak faoliyatini ham yaxshilaydi. Bu hech qanaqa reklama emas, xohlagan aptekangizdan olishingiz mumkin. Retsept ham sizga qimmatga tushmaydi. Retsept tarkibi ham juda ham oddiy. Buning uchun oddiy natriy xlor eritmasiga vitamin C, ya'ni askorbinovik kislota hamda levokarnitinni aralashtirasiz. Kokteyl tarkibidagi asosiy modda levokarnitin hamda vitamin C hisoblanadi. Levokarnitin yog' kislotalarini hujayra ichiga, ya'ni mitoxondriyaga kirishiga yordam beradi. Natijada juda ham ko'p miqdorda ATF, energiya hosil bo'ladi. Askorbinovik kislota esa juda ham kuchli antioksidant, tanani erkin radikallardan, har xil chiqindilardan tozalaydi. Generalniy uborka hamda quvvatlashdan keyin har qanday kasallikni yengish oson bo'ladi. Har safar foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.